o'tkazgan tadqiqot insonlarga zarar yetkazmasligini va unda ishtirok etgan respondentlarning huquqlari himoyalanganligini va informed consent, ya'ni ularni roziligi olinganligini yoki mavjudligini va ulardan olingan ma'lumotlar faqat ilmiy maqsadlarda foydalanishligi va maxfiyligini tekshiradi bu komitet OTMdagi. O'zbekchaga tarjima qilsak, demak institutsional etik kengash yoki tadqiqot etikasi bo'yicha komissiya deyiladi. Xullas, bu komissiya tasdiq beradi, spravkaga o'xshagan ma'lumot beradi ingliz tilida. Biz mana shu ma'lumotni ham demak taqdim etamiz. Boyagi fayllarga kiritdim-ku, o'sha joydagi demak masalan supplementary materials for not review, for review yoki yana bir ikkita fayllar bor edi. Shulardan birini belgilab taqdim etsak bo'ladi. Demak, etika tasdig'i shu ekan va IRB qanaqa komissiya ekanligini bildik. Agar maqola tayyorlab bo'lib, jurnal tanlab yuborayotgan paytimizda bizdan majbur taqdim etishimiz so'ralsa, ya'ni o'sha etika komitetini spravkasini yoki tasdig'ini ilmiy bo'limga murojaat qilish kerak bo'ladi. Oliy ta'lim muassasangizni ilmiy bo'limiga. Xo'p, endi mana bunga o'tamiz, ya'ni checklist, publishing permissions, ya'ni maqolani chop etish bo'yicha roziliklar nima degani ekan? Bu bo'yicha ham ma'lumot bor. Yana biroz orqaga qaytamiz. Conflict of interest haqida aytgandim. Buni ham tushuntirib ketay, chunki bu ham so'raladi. Demak, boya men cover letterni ham o'qiganimda conflict of interest aytib keting dedim. Va maqolani ham submission tizimi orqali yuborayotganimizda shu joyini yozadigan, ayrim jurnallarda yoziladi, ayrim jurnallarda yozilgan bo'ladi, galochka qo'yamizda. O'zi nima degan ekan? Conflict of interest nima degani? Maqolalarni ham sharh qilganingizda, o'qiganingizda maqolalarning oxirida conflict of interest yozilgan. Nima degani? Bu tadqiqot natijalariga muallifning shaxsiy, moliyaviy yoki professional manfaatlari ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holat. Misollar. Deylik, mazkur tadqiqot amalga oshirilgan kompaniyadan yoki tashkilotdan grant oldingiz. Siz yoki hammuallifingiz. Yoki tadqiqot natijasidan moliyaviy foyda ko'rdingiz. Mazkur tadqiqot natijasidan. Yoki mazkur tadqiqot natijasida patent oldingiz. Yoki mazkur tadqiqot bir tashkilot yoki kompaniyada o'tkazildi, bo'ldi, siz unda ishtirok etdingiz va natijada siz u yerga ishga kirdingiz. Yoki siz yoki hammualliflaringiz bilan siz yuborayotgan jurnalni muharriri yoki taqrirchilar o'rtasida qanaqadir bir do'stona munosabatlar, qarindoshchilikmi bo'lishi mumkin. Misol uchun, agar bank haqida tadqiqot qilayotgan muallif o'sha bankda ishlasa yoki bankdan moliyaviy yordam olsa, bu endi conflict of interest hisoblanadi, ya'ni manfaatlar to'qnashuvi. Conflict of interest mavjud bo'lishi har doim muammo emas. Muhimi, uni yashirmasdan deklaratsiya qilish. Xalqaro jurnallarda, ayniqsa quyi, yuqori kvartilli jurnallarda oshkoralik prinsipi yuqori turadi. Qaytaraman, oshkoralik prinsipi. Bunda bu bank bo'yicha tadqiqot qilibdi, u yerda ishlar ekan, yo'q, bu maqolani qabul qilmaymiz, reject etamiz degani emas, lekin ular buni bilishi kerak. O'sha tashkilot bilan, o'sha shaxslar bilan qanaqa manfaatingiz borligini. Oshkoralik ular uchun yuqori o'rinda turadi. Agar conflict of interest bo'lmasa, odatda maqolada qanday yozamiz? Ko'proq mualliflar bo'ladigan bo'lsa, the authors declare no conflict of interest. Bu o'sha maqolaning oxirida, referensni boshida, conclusiondan keyin ko'pincha beriladi. Buni siz o'qigansiz, maqolalarni o'qigan paytingizda. Agar bitta muallif bo'lsak-chi, the author declares no conflict of interest yoziladi. Bir xil maqolalarda xuddi shu mazmunni sal kengroq yoziladi. The authors declare that there are no financial or personal relationships that could have appeared to influence the work va hokazo. Demak, umuman buni tarjimasi tadqiqot natijalariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan moliyaviy yoki shaxsiy manfaatlar yo'q degani. Endi agar conflict of interest mavjud bo'lsa-chi, qanday yozamiz? Agar yakka muallif bo'ladigan bo'lsangiz, the author declares a potential conflict of interest as the research was conducted in collaboration with X bank. Qaysidir bankda tadqiqot o'tkazgan bo'lsa, o'sha bank bilan bog'liq manfaati bor. O'sha bankdan kredit olganmi, o'sha bankda ishlaydimi, o'sha bankka aloqasi bor. Yoki the author declares that financial support for this research was provided by X organization. Qaysidir tashkilot nomi yoziladi.
X deganda maqolaga ham X yozib qo'ymaymiz yuborayotgan paytimizda. Xni o'rniga o'sha tashkilotning nomini yozamiz. Qaysidir o'sha tashkilot tomonidan bu tadqiqotni demak moliyaviy qo'llab-quvvatlab oldi. Agar o'sha kompaniyada ishlasa, o'sha tadqiqot amalga oshirilgan kompaniyada ishlasangiz, one of the authors is employed by X company. Demak, mualliflardan biri aniqroq yozilishi kerak. Qaysi muallif, ism familiyasini, отчествосini bosh harflari yoziladi. Mana bu muallif mana bu kompaniyada ishlaydi. Mana muallif mana bu kompaniyadan moliyaviy yordam oldi yoki grant oldi. Mana muallifga mana bu tashkilot transport xarajatlarini qoplab berdi. Mana shunga o'xshagan. Yoki mana grant olgan bo'lsa, this study was supported by a research grant from X Foundation. Patent olgan bo'lsa, the author holds a patent related to the subject to this research. Muhimi, demak, bu manfaat, konflikt degani manfaat yashirilmaydi, ochiq e'lon qilinadi. Bu o'sha jurnalning muharriri va taqrizchilar tadqiqotni shaffof baholashi uchun yoziladi. Conflict of interest mana shuni bildiradi. Submission tizimida buni to'ldiramiz yoki to'ldirilgan bo'lsa galочка qo'yamiz va cover letter yozganimizda ham qisqagina yozib ketamiz bu haqda. Xo'p, ana endi mana bu joyga o'tdik. Publishing permissions. Bu nima degani ekan? Publishing permissions bu qisqacha, demak, agar maqolangizda siz yaratmagan material ishlatilsa, e'tibor beramiz. Biz yaratmagan materiallar qaysidir so'rovnomadan oldik, qaysidir so'rovnomaning shkalasidan foydalandik, qaysidir jadvalni o'sha maqoladan shunday oldikda, bitta dissertatsiya maqoladan shunday oldikda, shunday qo'ydik. Qaysidir bir figrni shunday oldik, shunday qo'ydikda endi. Demak, unga ruxsat olish kerak bo'ladi. Agar o'sha materiallar ularning egalari tomonidan litsenziya bilan himoyalangan bo'lsa. Masalan, boshqa maqoladagi figure yoki table bo'ladimi, xarita bo'ladimi, screenshotmi, logomi, fotomi, uzun iqtibosmi, dasturni rasmimi, shu kabi materiallar agar ularning egalari tomonidan mualliflik huquqi himoyalangan bo'lsa, Emerald bu mualliflardan rozilik olishni so'raydi. Ya'ni Emerald qoidalariga ko'ra muallif ya'ni muallif 3-tomon materiallarni ishlatishdan oldin copyright degani shu o'sha muallif egasidan yozma ruxsat olishim kerak bo'ladi. Bo'lmasa keyinchalik copyright muammosi kelib chiqadi. Plagiat yoki huquqiy masalalar kabilar kelib chiqishi mumkin. Agar permission, ya'ni ruxsat kerak bo'lsa, biz o'sha tadqiqotchiga email orqali murojaat qilamiz. Ism familiyasini yozsak odatda pochtasi chiqadi yoki o'sha maqola yoki dissertatsiya e'lon qilingan yoki umuman o'sha manba e'lon qilingan nashriyot sayti orqali bosh muharrirga chiqamiz. Demak, yoki copyright clearance center orqali olinar ekan. Va albatta materialdan foydalanganimizda o'sha manba va kimniki ekanligi, ruxsat olinganligi to'g'risida ham yozamiz. Lekin agar figurni, table, grafiklarni o'zimiz yaratgan bo'lsak, odatda permission talab qilinmaydi. Yoki o'sha manbadan olingan figur, jadval asosida unga qarab turib o'zimiz yaratgan bo'lsak ham faqat o'sha manba asosida muallif tomonidan yaratildi degan izoh qo'yib qo'yamiz. Unda ham demak ruxsat olmaymiz, faqat iqtibos beramiz. Masalan, qarang, bu yerda bir nimani tayyorlab qo'yganman. Bunda faqat mana bunda misol tariqasida berilgan ekan, X deb ko'rsatilgan ekan. Legal and ethical aspects of the research. Permission, ruxsat. Demak, mana bu universitetni, mana shu Scientific Research Ethics Committee bu nima ekan? Ethics approval nazarimda. Chunki mana bu spravkani raqami bo'lsa, mana bu datasi universitetni mana bu markazi, mana bu komiteti tomonidan berilyapti. Boyagi birinchi misolimga bu yaxshi misol bo'ldi. Boyagi birinchi ma'lumotimga. Qaysiki ethics approval, etika axloqiy tasdiq olishimiz kerak universitetdan dedim-ku. Mana shu universitetda bu tadqiqot o'tkazilgan va mana shu universitetni, mana shu Scientific Research Ethics Committee tomonidan mana bu sanada, mana bu raqamli tasdiq, ya'ni spravka olinganligi to'g'risida ma'lumot beryapti bu yerda. Hozirgi aytganim permission. Bu
Masalan, mana bu maqola deylik, Cambridge University Press tomonidan yakka muallif tomonidan chop etilgan avgust oyida 25-yili. Bunda lisens berilgan Creative Commons va this is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. Demak, bu CC-BY-NC degan license ekan, litsenziya ekan, which qarang, permits ruxsat beradi non-commercial reuse, ya'ni notijorat maqsadlarda foydalanishga ruxsat beradi, distribution tarqatishga, and reproduction qayta ishlashga in any medium provided the original article is properly cited, va albatta iqtibos berish bilan. Bunda hozir faqat non-commercialga rad etyapti, boshqa iqtibos berib bu maqoladan foydalanishga ruxsat beryapti. Demak, maqolalarni sharh qilayotgan paytimizda albatta maqolani mana bu information o'qishimiz kerak, Creative Commons litsenziya turini o'qishimiz kerak. Mana copyrightga qarang, copyrightda the outsource, lekin bu maqolani mualliflari, bu maqolani egasi mualliflar ekan. Chunki ba'zi hollarda mualliflar agar o'z mualliflik huquqini nashriyotga berishi ham mumkin. Nashriyotga beradigan bo'lsa, bu yerga nashriyot yoziladi. Bu yerda mualliflar ekan, lekin qat'iy ravishda ko'rsatilmagan qaysiki bundagi jadval, figure yoki o'zimman bir ma'lumotni shundayligicha siz o'zingizni maqolangizga qo'yib iqtibos berib ishlatishing, ya'ni ham ruxsat olib ishlatishingiz bo'yicha bu yerda aniq bir ma'lumot yozilmagan. Faqat buni tijorat maqsadida bu maqolani foydalana olmaysiz, qolgan maqsadlarda foydalanishingiz mumkin. Demak, bu maqoladan shundayligicha iqtibos olasizmi, jadval olasizmi, nimadir ma'lumot olsangiz, iqtibos berib davom etsangiz bo'ladi. Lekin shunday masalalar bor, ular har bir jadvalni, har bir o'sha yaratgan materialini, maqolani ichidagini unaqa huquqini, mualliflik huquqi bilan himoya qilib qo'ygan bo'ladi. Balki mana shuni o'zi ham shuni bildirar. Bunda albatta muallifni o'ziga chiqib, agar bu maqolani ichidagi jadvalni shundayligicha ko'chirib olib o'tkazadigan bo'lsak-da, demak, bu muallifni xabardor qilib qo'yishimiz yoki roziligini olishimiz kerak bo'ladi. Chunki agar Emerald nashriyot uyi bunga qattiq turadi. Demak, tanlagan jurnalimizni nashriyot uyiga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi davom etamiz yana. Xo'p, mana bu jihati eng muhim edi, shuning uchun bu jihatiga ko'proq to'xtaldim. Endi cover letter. Cover letter bu ixtiyoriy, lekin yozsak maqsadga muvofiq. Chunki boya aytdim, birinchi biz maqolani submission tizimi orqali yuborganimizda cover letterni birinchi bu muharrir o'qib chiqadi va bu bo'yicha maqolamiz bo'yicha xulosa qiladi. Cover letterni matn ko'rinishda ham taqdim etsak bo'ladi, fayl ko'rinishda ham taqdim etsak bo'ladi. Keling, fayl ko'rinishda